Salom hammaga, meni kuzatuvchilarim, podpischiklarim. Avgust oyiga deb ko'ramiz. Avgust oyi energiyasini ko'ramiz. Avgust oyi ish yo'llarimiz, omad, baraka, pul yo'llarimiz uchun ko'ramiz. O'xsha ochirim. Avgust oyiga biz nimalarni yashab o'tamiz? Ishimizda pul, baraka yo'llarimizni ko'ramiz. Ish, omad, baraka yo'llarimizda ko'ramiz. Avgustni boshlari ozgina siqilishlar bo'lishi mumkin. Qarzlaringiz, kreditlaringiz har taraflama siqilishlar bo'lishi mumkin. Lekin sizga katta krupni pulning kelishi bor. O'ta charchaganligingiz ko'rinib turibdi. Avgustning boshiga bir ko'p ishni bo'yningizga olishingiz mumkin. Bir stolga o'tiradigan, ish qiladigan insonni yoniga borib ishingizni hal qilishingiz mumkin. Настроениyangizni tushirmang, ko'p noshukrlik qilmang, ko'p siqilmang deb turibdi. Ko'p ishingiz ko'pligidan ozgina kasal bo'lib qolishingiz, yotib qolishingiz ehtimoli bor. Shunga o'zingizga, sog'ligingiz uchun ham ozgina e'tiborliroq bo'ling. Ko'p narsalar o'ylovlarda, qo'rquvlarda turibsiz. Uzoq safarga ketishlaringiz bor. Sizga bir ayol kishi, bir erkak kishi yordam qo'lini cho'zish mumkin. Kim ishdan ketgan bo'lsa, yangi ishga kirishlaringiz bor ekan. Stress, tushkunlikka tushib qolgansiz. Erkaklar kecha kunduz harakat qilib turibsiz, nimagadir barakalaringiz yo'q deb turibdi. Qo'rquvlar bilan turibsiz, noshukrliklar bilan turibsiz. Avgust oyiga pul kelishi bormi? Avgust oyiga kimdir uy sotib olishi, katta bir narsa sotib olishi bor ekan avgust oyiga. Avgust oyiga pul kelishi bormi? Barakalarga kirishingiz bormi? Avgust oyiga pul kelishi bormi? Gap so'z, dedi g'iybat, tuhmat bilan barakalaringizni qochirayotgan ekansiz. Sizni hayotingizda kuzatadigan, qiziqadigan insonlar, ro'zg'oringizga, har taraflama pulingizga qiziqadigan insonlar bor ekan. Ular ko'zini, nazarini tushirib turibdi. Ana shu uchun ozgina pul taraflama siqilib turibsiz. Moddiyot taraflama siqilib turibsiz. Ayollar, erkaklar xayollari joyida emas. Bir ayol kishi juda ham suqlanib turibdi, qancha pul topibdi, hayoti yaxshi bo'lib ketyapti, kundan kunga o'zgarib ketyapti deb. Lekin mana shu paytda suqlanib qolgansiz, ishingiz to'xtab qolgan. Qo'lingizga pul kelishi bor, Alloh tomonidan xursandchiliklar bor deb turibdi. Mehnatlaringizni rohatini ko'rasiz. Avgustning oxirlariga borib pullarga kirishingiz, bir katta narsalar olishingiz, baxt xush kelib qo'nishi, mehnatlaringizni shu avgustning oxiriga borib olasiz deb turibdi. Kimgadir oldi berdi pulingiz bor ekan, kimgadir qarz berishingiz kerak yoki kimdandir qarzingizni olishingiz kerak. Shunaqa o'rtada oldi berdi, hisobli, kitobli pullaringiz bor ekan. Shu bir katta narsa oldingizmi yoki pulingizni oldingizmi, qo'lingizga pul keldimi, ozgina bir ehson qilishingiz ham ko'rinib turibdi. Avgust oyida sabr qilsangiz hamma narsaga erishasiz. Avgust oyi omadli, barakatli kunlar. Lekin hamma narsani sir saqlang deb turibdi. Sir saqlasangizgina bu narsa bo'ladi. Ish bo'yicha yuragingizni og'rituvchilar ham bor ekan. Nohaqlik, adolatsizliklar qilib turganlar ham bor ekan. Orqangizdan ish qilib, yuzingizga kulib turib, ikkiyuzlamachi insonlar ham bor ekan. Qaydir bir erkak ham bor ekan ishingizda. Bir erkak, pullik inson sizga yordam berishi bor. Bir qo'lingizdan pul kelyapti, ikkinchi qo'lingizdan chiqib ketyapti. Yo'lga, safarga otlanishingiz ham bor. Ishdan takliflar olishingiz mumkin. Baraka, omad bilan turibsiz. Ko'p siqilmang, noshukrlik qilmang, boriga shukur qiling, harakat qiling, mehnat qiling, yomon, negativ narsalardan chiqib keting. Uyqularingizni, kechasi uyquni yaxshi qilsangiz, shuncha sizga energiya bo'ladi. Bu yerda bosh og'riqlari bor ekan. Boshingiz ko'p og'riydi, siqilishlar bilan turibsiz. Shularni yo'q qilasiz, negativlardan chiqib ketasiz. Pulni o'zi sizga keladi, oson, tez keladi. Tadbirkorlar, savdo bilan ishlayotganlar bo'lsa, ko'proq lavroyingiz tutating. Nimada yurgan bo'lsangizlar, musofirchilikda yurgan bo'lsangizlar, mana bu Nuriy Muhammad Nurnoma kitobchasi, ana shuni sumkangizda olib yuring. Sizga balo qazolardan, ofatlardan, hamma narsadan saqlab yuradi. Shu qayerda bo'lsangiz ham shu siz bilan nur olib keladi, baraka olib keladi. Sumkangizda постоянно shu kitobcha bo'lsin. Nuriy Muhammad Nurnoma degan kitobchasi, hamma biladi, o'zi arzongina turadi, bu kopek turadi. Shuni olib sumkangizga solib yuringlar. Sizga baraka, nur olib keladi. Shu vaqtingiz bo'lganda ichini o'qiysiz, qolgan vaqt shu sumkangizga qoladi. Avgust oyida munosabatlar haqida ko'ramiz. Boshqa kartadan bir ko'ray. Avgust oyida munosabatlar uchun ko'ramiz. Avgust oyida munosabatlar qanday bo'ladi?
davom etadimi, tugaydimi deb ko'ramiz. Kimning energiyasi tushganligiga bog'liq. Hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Ayrim joylari to'g'ri kelishi mumkin. Like bergan, obuna bo'lganlar uchun avgust oyi energiyasi, aqlimizdagi inson bilan holat energiyasi, u bilan bo'ladigan voqealarni deb ko'ramiz. Nimaga u jahl, faqat jahl bilan turibdi. O'zingizni keraksiz insonday his qilib turibsiz. U ham o'zini keraksiz, siz ham o'zingizni keraksiz insonday his qilib turibsiz. Avgustning boshi ozgina uyqusiz tunlar, siqilishlar bilan turibsiz. Unam lekin xayollari joyida emas, sizdan jahli chiqqanligi ko'rinib turibdi. Holsiz, madorsiz, hech narsa qilgingiz kelmayapti. Ko'p yolg'on gapirayotganligini ham bilib, sezib turibsiz shu avgust oyiga. Chunki orqangizdan ish qiladigan, orqangizdan pichoq uradigan, yer bilan bitta qiladigan insonlar bor ekan. Shu uchun ham bu inson tez o'zgaradi. Pullik inson ayollarga boradi. SMSlashuv, xabarlashuv, telefonlashuvlar bo'ladi deb turibdi bu yerda. Chunki uni yo'li yopiq, kelaman deydi, kela olmaydi. Lekin umidi bor. Sizni yaxshi ko'radimi deb ko'raylik. Avgust oyi. Avgust oyida munosabatlaringiz qanday kechadi? Avgust oyida munosabatlar qanday bo'ladi? Sizga bergan va'dasi ustidan chiqadimi? Avgust oyiga sizga bergan va'dasiga ustidan chiqadimi? Nikohmi? Boshqa narsami? Uchrashuvmi, yarashuvmi? Shunaqa narsalar bir taraflama qilishmi? Uddasidan chiqadi. Tushkunlik, umidsizlikka tushib qolganligingiz, uchinchi kishilar deb orqasini qilib ketganligi, ozgina qaysarligi, noshukurligi, shuncha qilib turibsiz, shuncha mehr berib turibsiz, lekin u narsadan shu narsani olmayapsiz. Bir qarori yo'qligi ko'rinib turibdi. Faqat jahl bilan turibdi. Ko'p to'g'ritishasiz, ko'p urush janjal qilasiz, sirlar ochilgan, sir bor o'rtada, qandaydir sirlar fosh bo'lishi mumkin. Qo'rquvlari bor buni. Bu esa tarozini pallasini bir xil olib bormaydi. Bir siz bilan yaxshi, bir u bilan, bir siz bilan mana shunaqa holatlar bo'lib turibdi. Munosabatlar tugadi deydi, ikkilanib turadi, lekin avgustning oxirlariga borib yana yarashuv, uchrashuv, xursandchiliklar bo'ladi, yana keladi bu. Avgustning boshiga ana shunaqa tortishmalar, yarashuvlar bir tushdi, nima deydi? Bir yaxshi, bir yomon, bir yaxshi, bir yomon bo'ladi. Keyin shu bilan tugaydi, tamom, o'sha вообще bu munosabat tugaydi deydi. Lekin yana boradi, yana qaytib keladi. Dальнейший уже yaxshi bo'ladi bu yog'iga deb turibdi. Avgust oyiga mana shunaqa ozgina tortishmalar, tushunmovchiliklar, uchinchi kishilar aralashuvi, xullas mana shunaqalar bo'ladi. Bu yerda ikki nikohimga olaman degan insonlar avgustning oxirlariga nikohiga ham oladi deb turibdi. Chunki bu tez o'zgarib turadi. Shunaqa uchinchi kishilarning sababi tez o'zgarib turadi. Sog'lik taraflama ko'ramiz. Avgust oyiga sog'lik uchun ko'ramiz. Sog'ligimiz uchun ko'ramiz. Avgust oyida sog'ligimiz uchun ko'ramiz. Sog'lik. Avgust oyida sog'ligimiz uchun ko'ramiz. Sog'ligingiz uchun bir cho'zilib yotgingiz kelaveradi, hech narsa qilgingiz kelmaydi, siqilib qolgansiz. Bir ehson berishingiz kerak ekan. Xayolingizda qayergadir chiqib ketsangiz, shunaqa holatlar, jahldor bo'lgansiz, oddiy narsaga ham jahlingiz chiqib turadi, lekin o'ta charchagansiz, ko'p mehnat qilgansiz, ko'p harakat qilgansiz, o'zingiz uchun vaqt ajrating deb turibdi. Xursandchiliklar bor, sog'ligingizda hech strashli narsa yo'q, o'zingizni ozgina tabiat qo'yinida dam olishingiz kerak yoki o'rtoqlaringiz bilan yoki do'stlaringiz bilan, yaqin insonlaringiz bilan dam olishingiz ko'rinib turibdi bu yerda. Sog'ligingiz unaqa yomon emas. Bir yomon tush ko'rsangiz, bir ehson chiqarib yuborishingiz kerak deb turibdi. Bir uyqularingiz yaxshi emas bo'lib, siqilib qolishidan, charchoqlardan bo'lishi mumkin. Atak strashli narsa yo'q. Ko'proq o'zingizni shu dam olishga, asablaringiz charchagan, asablaringiz uchun ozgina dam berishingiz kerak deb turibdi. Qayergadir bir bormoqchisiz, o'sha yo'lingizga boring shu oy. Qayergadir kimdir ziyoratga ham chiqish niyat qilib qo'ygan ekan. O'sha ziyoratga ham borib, ehsonlarni qilib, yana ishlaringizni davom ettirsangiz bo'ladi deb turibdi. Avgust oyiga juda yaxshi, avgust oyi xayrli, barokatli kunlar kelmoqda. Yana avgust oyiga nimani ko'ramiz? Avgust oyida kitobdan ko'rib beraymi? Qachondan beri chiqmadim, o'shani nimasini istaga chiqarib berishim kerak. Bismillahirrohmanirrohim. 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 Birlarim, birlarim, pir ustozlarim, hazratoxonlarim, xizmatga kelinglar. Kitob nima deydi? Meni obunachilarim uchun olib shochirim qilamiz. Avgust oyi uchun nimalarni ko'rib chiqamiz, nimalar
boy beradi. Avvalambor Alloh kitob yo'l beringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta mantiqqa yopishib qolsangiz boy bo'lmas ekansiz deyapti. Har taraflama harakat qilsangiz shunda sizga pul, omad, barakalarning kelishi bor deb turibdi. Bitta narsaga qarab o'tirmang. Zarar bo'lsa ham o'sha ishni qiling. O'sha ish bora-bora xayr beradi. Hozir zararga kiryapman deyishingiz mumkin, lekin u zarar emas. U yaxshi tomonga o'zgarishlar beradi. Sizga yordam qo'li keladi inshaalloh deb turibdi. Atrofdagi insonlarga e'tibor bermang. Ular sizni ko'ra olmaydi. Ular sizga yomon ko'z, yomon nazar bilan qaraydi. Axir baribir o'zlariga yomon bo'lishini bilmayaptilar. Axir siz qulaysiz, bir yiqilasiz, lekin yana qaytib turasiz. Bu Alloh taoloning ne'mati, sizga berilgan omadi, barakasi. Qo'lingizdagi ishini olgani bilan ham uni peshonangizdagi ishni ola olmaydi. Shu uchun ham yiqilasiz, turasiz, kasal bo'lasiz, yotib qolasiz, lekin yana qaytib turasiz. Chunki sizga Alloh o'zi yordam beradi. Alloh sizga kuch-quvvat beradi. Yana turasiz, yana ishingizni qilasiz, yana oldinga qarab ketasiz. Alloh sizga kuch beradi. Kecha-kunduz duolaringizni o'qing. Tahajjud namozlarini o'qing. Siz ishingizda masalan hozirgi vaqtda yiqilib qolgansiz. Shuncha harakat qildim, mehnat qildim. Nimaga men oldinga qarab ketmayapman? Ishim bir yurishib ketyapti, yana to'xtab qolyapti. Nima sababdan deyishingiz mumkin. Ayrim yomon insonlar bor, negativ insonlar bor. Ular ko'zi bilan, ular yuragidagi qara niyatlari bilan sizni yiqitmoqchi bo'lib turibdilar. Lekin niyatlariga yetisha olmaydi. Bo'lishi mumkin. Bir yiqilib turib, holsiz bo'lib yotib qolishingiz, ishingiz to'xtab qolishi mumkin. Lekin yana qaytadan o'zingizni oyoqqa turg'izasiz. Sizga Alloh nazari tushgan bandasiz. Siz hammasini eplaysiz. O'tirib qolmang. Qiling ishingizni. Yiqilishingiz mumkin, minusga kirib ketishingiz mumkin, savdongiz yurishmas qolishi mumkin yoki boshqa ishlaringiz bor bu yerda. Ko'p kishi savdo bilan ishlayotganlar bor ekan, tadbirkorlikda ishlayotganlar bor ekan, kimdir pishirma shunaqa narsalar bilan ishlayotganlar bor ekan. Ular esa bir minusga kirib ketib, yana o'z ustilariga ishlasalar, yana oyoqqa turib ketadilar, yana plyusga kiradilar. Uni orqasidan juda pullarning kelishi bor, barakalarning kelishi bor. U bolalaringizni rizqi Alloh tomonidan berilgan sizga bir in'om, bir ne'mat sizga berilgan. Lekin sizga hech kim hech narsa kuchi yetmaydi. Nohaqliklar qilganlar uchun o'zlariga jazo bo'ladi, o'zlariga azob bo'ladi. Shu uchun ham mayli qilaversin, siz e'tibor bermang, siz hech narsa qilmang, faqatgina Allohga tavakkal qiling, ishingizni davom eting. Ishingiz yaxshi bo'lib ketadi, xursandchiliklar bor, uy olishlar bor, niyatingizga yetishlar bor, mashina olishlar bor, kimdir ota-onasini safarga jo'natishi, sayohatga jo'natishi bor ekan. Bu yerda xursandchiliklar bor, hayotlaringiz yaxshi tomonga o'zgarishlar bor. Siz ota-onangizni, qaynona-qaynotangizni duolarini olishlaringiz kerak ekan. Bir oddiygina bir narsacha bilan ham, ikkita non bilan ham ularning duolarini olishlaringiz kerak ekan. Ota-onaning duosi Allohga borib yetadi. Sizga ming bora yana qaytib sizga baraka bilan keladi u narsa deb turibdi. Qaysi bir ishni boshlashdan oldin ota-onangizning duolarini oling. Shunda barakangiz bo'ladi deb turibdi. Avgust oyi xursandchiliklar, sabr qilasiz, sabrga yarasha sabrdagi oltin deydi, bejizga aytilmagan. Ana shu uchun ham sabr qiling, hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat haqiqat bor, haqiqatga ishoning. Hech kim ikkiyuzlamachilik bilan, boshqa narsalar bilan yaxshi narsalarga erisha olmaydi. Faqatgina haqiqatga ishoning, to'g'ri bo'ling, to'g'ri yo'lda bo'lsangiz, hech kim sizni yiqitmaydi. Yana turib ishingizni qilib ketaverasiz. Munosabatlarda bu yerda ko'rib turganim, munosabatlarda har xil balolar, qazolar kelishi bor, lekin bular vaqtinchalik. Sizni boshingizga tushayotgan bu sinov vaqtinchalik. Bu sinovdan o'tsangiz, o'sha bu yog'i xayrli bo'ladi. Bu narsa sizni xatardan, boshqa narsadan saqlab qoladi. Bu oddiy sinov munosabatlarda. Masalan, bo'lishingiz mumkin, hayotim, oilam, ro'zg'orim yaxshi edi. Nima sababdan bunaqa bo'lib ketdi deyishingiz mumkin. Lekin bu sabr. Sabr qilsangiz, sabrning tagi oltin deyiladi. Shu uchun ham bu munosabat yaxshi bo'lib ketishi uchun o'zingizni harakatingiz, kuchga to'lishingiz kerak. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi, Xudo xohlasa. Inshaalloh niyatingizga yetasiz. Hamma vaqt bu yerda aytib turibman, hamma vaqt to'g'ri yo'lda bo'lsangiz, murodingizga yetasiz, Xudo xohlasa.